qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Angliyaning muhofizkor millat vakili Ian Duncan Simmons HSBC bankasining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yordamlashayotgan shirkatlar bilan munosabatini uzmasa, Angliya hukumatining jazolashi kerakligini aytdi. İngiliz bankasida Xitoyning Sharq Turkistondagi harbiy qism qurilish ishlab chiqarish atriti TIE tarmoq shirkatining 2 milliard 200 million fond sterling qiymatidagi pay chekining borligini, tijorat sekretari Kvasi Kvartning bu ishni Moliya ministri bilan so'zlashganligini aytdi. Ian Duncan Simmons bankining zamonaviy qulluqqa qarshi turmaganligini, Amerikaning iqtisodiy jazosiga parvo qilmaganligini, pay cheklarni setib etishini talab qilishni, unamagan taqdirda iqtisodiy jazo berish taklifini berdi. HSBC'ning bayonotchisi HSBC'ning TIE shirkatiga mablag' solmaganligini, TIE shirkatining pay chekining Shanxaydagi aksiya pay cheki bozorida ishlanganligini aytdi. 2022 yılı 3 yanvar günü insan hakları gözetkiçileri erişken bir haberde Saudiya Arabistan amaldorlari 46 yaşlıq Uyghur Nurmuhammed Ro'zini bir necha kun ichida Xitoyga qaytaradiganligini, buningga ro'yi jihatdan tayyorlik qilish kerakligini uqtirgan. 54 yaşlıq diniy olim Hamdulla Valining Turkiyada turishliq qizi torda arab tilida bir sinalg'u lentasi yo'llab, dadasi Hamdulla Vali bilan Nurmuhammed Ro'zining Xitoyga qaytarilish xavfi ichida turayotganligini, Saudiya Arabistondan Turkiyaga qaytarishini talab qildi. Chunki ular Turkiyada o'ltiraqlish salohiyatiga ega ekan. İki kishi hozir Jiddaning shimolidagi Al-Dabban Mabahit turmusida qamalliq ekan. O'rta Sharq kishilik huquqning muavin direktori Mashal Pech Saudiya Arabistonning bu ikki Uyg'ur erni chegirdan qo'g'lab chiqarishining Xitoyning Sharq Turkistondagi turk xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga yordam beradiganligini, Saudiya Arabistonning inovatiga ig'ir ta'sir yetkazadiganligini aytdi. Hamdulla Abduvali 2020 yılı Saudiya Arabistoniga haj qilg'ili kelgan bo'lib, Uyg'ur va boshqa musulmonlarni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga da'vat qilganlik uchun qo'lga ilingan. 2020 yılı 11 ayning 5-ida Hamdulla Abduvali Londonda turishliq Tor xabar markazi bo'lgan O'rta Sharq ko'ziga Xitoyning Saudiya Arabistoniga o'zini tutqun qilib qaytarib berishini talab qilganligini, o'zining Xitoyga qaytarilishidan ansiraydiganligini aytgan. 2019 yılı fevralda Şahzade Muhammed bin Salman Xitoyga ziyoratga borganda Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyona qilmishlariga qarshi pozitsiya bildirmagan. Aksicha Xinhua agentligi uning Xitoyning terrorlik bilan kurash qilish siyosatini qo'llaydiganligini bildirganligini xabar qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiynashga qarshi turish ahdnomasining bir a'zosi bo'lish sifati bilan Saudiya Arabistonining hech kimni qiynash, zulm qilishga topshirib bermaslik majburiyati bor. 2017 yılı 7 ayda Misr 62 nafar Uyg'urni tutqun qilib, kam deganda 12 nafarini, 2015 yılı 8 ayda Tayland 220 nafar Uyg'urni, 2012 yılı 12 ayda Malayziya 6 nafar Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarib bergan. Qozog'istondagi tabiiy gaz bahosining o'rlab ketishi davlat ichidagi malmonchilikni keltirib chiqarishi sababidan O'zbekiston Xitoyga tabiiy gaz eksport qilishni to'xtatdi. O'zbekistonda yillardan beri tabiiy gaz yetishmaslik ahvoli mavjud bo'lsa-mu, ammo hech bir vaqt xalqning namoyish qilishiga yo'l ochmadi. O'zbekiston Hisobot Chembergi yanvarda tabiiy gaz, tok, suv bahosining o'rlaydiganligini uqtirgan edi. Ammo fuqarolarning aytishicha, tok va tabiiy gaz bahosi 2021 yildagidan farqlanmagan. Bunun sebebi nayeti aniq. O'zbekiston Qozog'istondagi qalayimqonchilikning yuz berishining oldini olgan. O'zbekiston 2021 yili yanvardan oktyabrgacha 600 million dollar qiymatidagi tabiiy gaz eksport qilgan bo'lib, davlatning rahbarlik qatlami energiya bilan ta'minlash jihatiga yetersizlikni ochiq e'tirof qilib, 30 yildan buyon biz chet elga gaz sotdik, ammo hech qanday foyda olmadik degan. 2020 yılı Kabin tabiiy gaz eksportining 2025 yılı oxirlashganligini e'lon qilgan ekan. Kollektiv kimlik tarixning soyasidir. U o'tmishning amonatidir. Buningga o'tmishning tamg'isi besilgan. U hozirning realligida o'zini amaliylashtiradigan va kelgusiga nisi qilg'ili bo'lmaydigan ma'naviy kafolatidir. Yoki u o'tmishning tuproqlariga ko'milgan. Hozirda bix chiqiradigan va kelgusida meva beradigan daraxtdir. O'tmishdagi har bir muvaffaqiyatlar emas, balki yana uningdagi har bir xatolikmi uning hozirga va kelgusiga ta'sir ko'rsatadi. U o'tmishdagi ajdodlarning gunohi uchun avlodlari tavba qiladigan va badal to'laydigan,
yoki tova qilishga va badal to'lashga majburlanadigan jarayondir. O'tmishdagi ajdodning har bir harakati, o'y-xayoli, tadbiri va qarori hozirgi avlodning kimligini barpo qildi. Mushu nuqtadan kimlik ajdod bilan avlod o'rtasidagi mas'uliyat ustiga qurilgan bog'lanishni ko'rsatadi. Shoir Abdurahim O'tkirning Iz nomli she'rida ajdod bilan avlod o'rtasidagi bog'lanish bunday ifodalandi. Qaldı iz, qaldı manzil, qaldı uzoqda hammasi. Chiqsa bo'ron, ko'chsa qumlar, ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvon yo'lidan, garchi otlar bak uruq. Tapqisi hech bo'lmasa, bu izni bir kun avrimiz, ya avrimiz. Ushbu she'rda ajdod boshlagan, ammo ta hozirgacha oyoqlashtirilmagan bir safar bor. Bu safar Uyg'ur mavjudligining mohiyatlik yashash muhiti bo'lgan cho'lda bo'ron chopqunda tirishib ming bir mushaqqatda asta-asta ilgarilayotgan bir karvonning safaridir. Mazkur safar bir millatning ijodiyatiga qilingan safarning simvollashgan shaklda, ya'ni she'riy shaklda ifodalanishidir. Bu she'rning orqasida shunday bir ideya borki, ajdodning izini tepish va uni o'chirmaslik uchun avlodlar bu yo'lni davomlashtirishi kerak. Hatto otlar bak uruq, yo'llar bak uzoq bo'lgan taqdirdami. Bo'ronliq tunda ajdodlarning chirig'ini o'chirmaslik, uning izini yo'qotib qo'ymaslik, u boshlagan yo'ldan taymaslik keyingi avlodning va undan keyingi nurg'un avlodlarning mas'uliyatidir. Bu mas'uliyat ehtimol toki qiyomatgacha davomlashishi mumkin. Mamtimin A'loning Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli kitobidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizdan ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.